2023-yil Ramazon oyining oxirida mana shu mutasaddi rahbarlarimiz, ustozlarimiz boshchiligida mana shu joyda turgan masjidimizni qayta qurishlikni duolar qilib, maslahatlar bilan boshladik. Alhamdulillah, bu joyda 700 kishilik masjidimiz bor edi. Hozir ko'rib turgan binomiz esa 2000 dan oshiq namozxonlarimiz ibodat qilishlik uchun mana shu masjid alhamdulillah shu holatga yetib keldi. Mana bu tahoratxonamiz. Bu tahoratxonamizda bir deganda 60 ta inson kelib bemalol tahoratini qilib olishlik uchun sharoit bor, imkoniyat bor. Eng oxirgi uslublarda qilingan hamma sharoitlari, suvlari tejashlik bo'lsin, issiq suv masalasida bo'lsin, bitta jumrayli qilganmiz. Shu bitta jumray ochganda iliq suv chiqadi. Chapishtirishlik uchun issiq suv, sovuq suv ochishlik shart emas. Mana shunaqa qulayliklar bilan qilindi inshaalloh. Mana bu binomiz ayollarga namozxona. Bu yoqda esa o'sha masjid xodimlariga xizmat xonalari. Bunaqasi tumanimizda yo'q. Mana shu mehmonlarimiz bo'lsin, turistlar deymiz. Mana shu o'zimizning xalqimizdan bo'lsin. Kelgan inson bemalol tahoratini qilib, mana shu namozini ado qilishlik uchun ayollarimizga alohida namozxona qilingan. Chiroyli, hamma imkoniyat, hamma qulayliklar bilan qilingan. Inshaalloh karim bemalol kirib namozini o'qib ketishga imkoniyat, sharoit qilingan. Va shu ish qilib borilyapti. Muhtaram azizlar, siz azizlarning qo'llovinglar bilan masjidimiz mana shunday go'zal shaklga keldi. Inshaalloh karim tez fursatlarda bu masjidimiz bitib, bu masjidlarda minglab insonlar Allohga ibodat qilib, mana shu masjidlarda jumalarni kunlik 5 mahal namoz va hayit namozini ado qiladi. Va bu ishga siz azizlarni qo'shgan sarmoyalar bilan shu holatga keladi. Va siz ham bugun imkon bor azizlar bunga hissa qo'shishga. Siz ham bugun o'z investitsiyangizni kiriting, oxiratingizga ozg'a qilib qoling. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.